15-16 yanvar kunlari Toshkentning Hayat mehmonxonasida turk bolalar kiyimlari ishlab chiqaruvchilarining ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Va biz ham bu ko'rgazmada ishtirok etib, bir necha ishlab chiqaruvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar imzoladik. Shuningdek, ko'rgazmada Boomen do'koni uchun eng sifatli, zamonaviy va bolajonlar uchun qulay modellarni tanladik. Inshaalloh bundan keyin ham bir-biridan sifatli hamyonbop mahsulotlar bilan siz onajonlarni xursand qilishda davom etamiz. Yaqin orada yangi kolleksiyalarni Boomenda kuzatib qoling.